Bugungi darsimiz CSSda iconlar. Ya'ni iconlar o'zi nima? Ikonkalar bu zamonaviy veb-saytning ajralmas qismi bo'ladi. Tushunyapsiz-a? Zamonaviy veb-saytning ajralmas qismi. Masalan, ikonkalarni juda turli xil joylarda ishlatishimiz mumkin. Bu yoqda ishlatishimiz mumkin, bu yoqda va hokazo juda ko'p joylarda ishlatishimiz mumkin. Masalan, bizning tugmalarimiz bitta bosilsa yoki mana shunaqa ikonkachalar, kichkina biror bir amalni vazifani bajaruvchi veb-saytimizda kichik tugmalar hosil qiluvchi ikonkalar ekan. Xo'p, veb-saytga mana shunga o'xshash ikonkachalar yoki shunga o'xshash yoki shunga o'xshash kichik bitta bo'lsak chiqadi, bitta bo'lsak bu chiqadi, bitta bo'lsak mana shunisi chiqadi. Mana shunga o'xshash ikonkalarni bugun veb-saytimizga qo'yishni o'rganamiz. Demak, CSSda iconlar qanday qo'yiladi? Birinchi bo'lib sizga font avisomi kerak bo'ladi. Ya'ni font avisomni yangi oyna ochamiz. Font avisom. Ikonka qo'yishning juda ko'p turli xil usullar bor. Sizlarga eng oson va yaxshi usullardan birini ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi o'rinda font avisom saytiga kirib olamiz. Saytiga kirganimizdan keyin biz mana Start, Icons, Dock, Plans, Support degan joylari bor. Bizni pastroqqa tushsak, mana bizda ko'ryapsiz-a? Pastroqqa tushsak, buni hammasini o'rganib, ya'ni ma'lumotni olib chiqsak ham bo'ladi bemalol. Bizga nima kerak bo'ladi bu yerda? Start degan knopkamiz kerak bo'ladi. Ya'ni startni bosamiz. Bosilgandan keyin pastroqqa tushamiz. Astroq. Pastroqqa tushsak, bitta yuklash oynasi bor edi, mana. Downloads degan joyi bor. Downloads degan joyda bizga font avisom 7-versiyasini ko'rsatyapti. Bu joyda Free, Pro, Pro Plus degan joylar bor. Bizga masalan Download for Free web, ya'ni web uchun kerak deyapti. Download for Detscope uchun kerak deyapti. Biz shu joyda Download for Free deb ikkalasini birini tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, for web tushunyapsiz? For web deb olsak ham bo'ladi. Download free Detscope deb olsak ham bo'ladi. Bemalol buni bosib bizga bu fayl bo'lib bizning faylimizga yuklanadidan ichiga olib qo'shaveramiz. Bu faylimizning ertangi kunda veb-sayt yaratsak megabayt katta bo'lib ketishi mumkin. Biz eng oson usullardan birini sinab ko'ramiz. Buning uchun yangi oyna ochamiz. Yangi oynadan masalan CDN font avisom degan. Ya'ni CDN font avisom nima? Bu CDN bu bizga font avisomni ba'zida turadi, foydalanish o'rtada link beradi, uni foydalanishimizga ruxsat beradi. Xuddi API desak ham bo'ladi. Masalan, bizga mana birinchi o'rindagi emas, ikkinchi o'rinda mana shunaqa ikonkali chiqsa, mana ko'ryapsiz, mana shu font avisomni olamiz. Endi xo'p, shu joyda mana https font avisomning to'g'ri manzil berilgan. Bizga nimasi kerak bo'ladi? Bu faqat linki, ya'ni URL. Bunisi esa ya'ni tag name ni HTML ga qo'ysak ishlaydigan narsa. Bizga nima kerak? Mana shu copy link tag degan narsasi kerak. Xo'p, shuni olamiz. Olganimizdan keyin biz title dan keyin Ctrl V qilib qo'yamiz. Mana Ctrl V qilsak, bizda style sheet paydo bo'lyapti. Ko'ryapsiz? Xo'p, endi body'imizga nima qilamiz? Body'ga endi ikonka tanlaymiz. Icons degan joyi bor. Iconsni bosasiz. Iconsni bosganingizdan keyin sizga mana ikonka klassik va hokazo degan beryapti. Bizga masalan bars kerak bo'ladi. Bars desak, bizda mana shunaqa bars knopkalarini chiqarib beradi. Xuddi mana shunga o'xshash knopkaga o'xshash. Bizda barsni bosamiz. Barsni bosganimizdan keyin mana HTML deyapti, web avisom deyapti, CVH deyapti, React ishlatish mumkin deyapti, Vue da ishlatishimiz mumkin deyapti yoki HTML da ishlatishimiz mumkin deyapti. Bizga nima kerak bo'ladi? Mana shu joyda o'zimiz xohlasak rangini o'zgartirishimiz mumkin, size-ni kichraytirishimiz mumkin, kattaroq qilishimiz mumkin, 90 gradus mana shunaqa qilib qo'yishimiz mumkin, 180 gradus mana shunaqa qilib qo'yishimiz yoki 270 gradus mana shunaqa qilib qo'yish mumkin. Bizda mana shunday holatlarga keltirish mumkin. Klassik sharp degan narsasi bor bizda, to'rtburchaklik. Ko'ryapsiz? Mana shu orqali biz bemalol o'zimiz tartiblay olaveramiz va keyin E-class va solid va bars mana shuni bitta bosib copyright bo'ladi. Copyright bo'ladi mana shuni. Bosganimizdan keyin Visual Studio'mizga qaytib o'tamiz va body'imizga masalan ichiga tashlaymiz. Mana bizda style ham ishlatilyapti. Endi biz buni Open with Slide server qilib ko'ramiz. Mana
ikonkamiz bizda ishladi, muvaffaqiyatli ishladi. Tushunyapsiz? Ko'rdingizmi? Osonmikan? Oson. Xo'p, bizda Halofda mana CDN ni berilib qo'yilgan, mana shunday olsangiz ham tez bo'ladi deyapti. Style sheet. Ishlatishlar, masalan, file, home, user, head, mana shularni ko'chirib olib ham ishlatsak ham bo'ladi. Men ko'chirib oldim. F1 Beautiful Life chiroyli qilib oldik. Endi o'tamiz. CSS ikonkalar. Mana uydagi masalan profil, like yoki shunga o'xshash xohlagan veb-saytlarimizning ikonkachalari ham bor. Tushunib oldik. Bu ikonkalar juda oson qo'yishni tushunib bo'ldik. Effektlari bor, masalan animatsiya, spin va hokazo. Shunga o'xshash xohlagan turdagi animatsiyalarni ishlatib ko'rishimiz mumkin. Keyin icon spin degan narsa, masalan biz HTML ga qo'ydik-ku, mana shu joyda bormi icon spin? Yo'q. Mana shuning uchun masalan far deb yozib qo'ysak animatsiya qilishimiz ham mumkin. Mana shu joylarda to'g'rilab olishingiz ham mumkin. Background va borderlarni ham ko'rib olishingiz ham mumkin. Material iconslar ham bor. Xohlagan turdagi ikonkalaringiz bor. Bu yerda SVG tarzida ikonkalar qo'yishimiz mumkin. Tugma tarzida ham qo'yishimiz mumkin. Shunday amaliy mashg'ulot bajarasiz, darslar topshiriqda ham bajarasiz va uyga vasfan qilsangiz, xudo xolasa profil bo'lasiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.